Assalomu alaykum barchaga. Migratsiya O'zbekiston obunachilari. Bugun sizga dunyoda rivojlanib borayotgan mamlakatdan ish o'rni topib qo'yganman. Ushbu ish o'rnida til bilish talab etilmaydi. Yosh chegarasi 20 yoshdan 45 yoshgacha erkak va yigitlar va asosiysi ish tajribasi ham so'ralmaydi ayrim sohalarda. Mana shu ish o'rinlari sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday murojaat qilishni esa video davomida tushuntirib o'taman. Chunki birinchi o'rinda sizni vakansiya bilan tanishtirishim kerak. Sizga qiziqish bo'lgandan keyin albatta murojaat qilasiz. Xo'p, bu ish o'rinlari Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida joylashgan bo'lib, qurilish sohasida va qanday yo'nalishlar kerakligini aytib o'taman. Xo'p, 30 ta armaturshi akalarimiz, 30 ta plotnikchi va 40 ta podsobnik, ya'ni ruschada podsobnik, o'zbekchada mana shu ish usta akalarimizga yordamchi bo'lib borishingiz mumkin. Mana shu Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahriga. Aynan mana shu qurilish sohasi Dubay shahrida emas, Dubay shahri qurilish sohasi kengayib bormoqda. Ya'ni Dubayga yonma-yon bo'lgan shahar yoki Dubayni chetrog'ida bo'lgan joylarga borib ishlashingiz mumkin. Chunki baland binolarda ishlaysiz, qurilish ishlari. Xo'p, oylik maoshlarini aytib o'tadigan bo'lsam, albatta yordamchilar va ustalarning oylik maoshi farq qiladi. Ustalar 3670 dirhamdan 4400 dirhamgacha olishlari mumkin. Bunda oylik maosh dollarda 1000 dollardan 1200 dollargacha tashkil etadi. Xo'p, mana shu ustalarga yordamchi bo'lib bormoqchi bo'lgan akalarimiz yoki ukalarimiz til bilish talab etilmaydi bularga ham 2936 dirhamdan 3670 dirhamgacha, ya'ni dollarga o'girganimizda 800 dollardan 1000 dollargacha bo'ladi oylik maoshingiz. Xo'p, bir kunda 10 soat ishlaysiz, haftada 6 kun. Ana endi eng qiziq joyi bir kun dam olish kuni bo'ladi, yakshanba kun. Xohlasangiz Dubayning shahar markaziga borib Burj Khalifa yoki Dubay Marina yoki yelkanlik minora yoki sohil bo'yi, xohlasangiz Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce avtosalonlariga borishingiz mumkin, safari turga chiqishingiz mumkin, yaxtaga chiqishingiz mumkin. Bemalol 6 kun ishlaganingizni bir kunda chiqarishingiz mumkin. Bunda sizga men o'ylaymanki 50 dollar yetadi. Xo'p, ya'ni siz 6 kun masalan ish joyingizdan zerikkan bo'lsangiz, bir kunda mana shu charchoqlaringizni chiqarishingiz mumkin bo'ladi baribir. Xo'p, ana endi ish beruvchi tomonidan sizga berilgan imkoniyat va sharoitlarni aytib o'taman. Bepul yotoq joy uchun to'lov qilmaysiz. Bepul transport, bepul ovqat, 3 mahal, bir mahal emas, 3 mahal bepul ovqat. Xo'p, med strafovka, ya'ni borganingizdan keyin sizni mazangiz qochib qoldi yoki sog'lig'ingiz yomonlashdi, sizni tibbiyot xodimlari bepul ko'rib qo'yishadi. Xo'p, mana shu ish o'rinlariga dokument topshirasiz. Ishchi viza 2 yillik bo'ladi. Dokument topshirganingizdan so'ng 2 oyda sizni vizangiz chiqadi. Ana endi vizaga qilinadigan xarajat qancha bo'ladi? Mana shundan ham gapiring. Necha pul bo'ladi? Oylikda aytib o'tdingiz. Xo'p, gapiradigan bo'lsam, siz dokument topshirasiz. Birlashgan Arab Amirliklari qurilish ish o'rniga yetib olguningizga qadar ketadigan xarajat avia chiptasi ichida hujjatlaringizga ketadigan to'lov, vizangiz uchun to'lov, firma xarajati jami 14,5 million so'mni tashkil etadi. Borasiz, bir oy ishlasangiz mana shu qilgan xarajatingizni qoplaysiz bemalol. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Sizga aytib o'tdim, yosh 20 yoshdan 45 yoshgacha erkaklar nima desam bo'ladi, til bilish talab etilmaydi. Armaturshik va plotniklik sohasidan tashqari yordamchi akalarimiz bo'lsa, ularda ish tajribasi so'ralmaydi, chunki ular yordamchi ish o'rnida borishmoqda. Endi bu ish o'rinlariga kimga dokument topshiramiz? Menga ma'qul keldi. Oylik maosh, ketish xarajati deb aytmoqchi bo'lsangiz,
Kommentariyaga tushing, Telegram kanalimiz havolasi bor, ustiga bossangiz Telegram kanaliga o'tasiz va mana shu vakansiya turibdi va pastida murojaat qilish uchun akkaunt qoldirganmiz. Bu akkauntga murojaat qilsangiz men o'zim javob beraman va sizdan ma'lumotlaringizni olaman va ro'yxatga yozib qo'yaman. Toshkentga armaturchi va plotnik akalarimiz uchun amaliy imtihon bo'ladi. Va oddiy yordamchi sohasida bormoqchi bo'lgan akalarimizdan men o'sha Telegram akkauntimizda ma'lumotlarni olib qolaman. Bemalol 2 oyda dokumentingizni topshirishingiz bilan ishchi vizangiz chiqadi. 2 yillik ishchi viza. Ketish xarajatingizni aytdim. Endi bunga qanday dokumentlar kerak bo'ladi? Mana shuni ham aytib o'taman. Xo'p, kerak bo'ladigan dokumentlar mana shu ishlarga hujjat topshirish uchun birinchi o'rinda xorijga chiqish uchun qizil pasportingiz, zagran pasport ham deyishadi. Ikkinchi o'rinda fuqarolik pasportini Davlat xizmatlari markaziga olib borasiz. Sizda 10 daqiqani ichida sudlanmaganlik haqida dokument berishadi. Mana shu dokument sudlanmaganlik haqida hujjat. Uchinchisi 5 ga 6 ko'rinishda oq fonda sizdan surat talab etiladi. To'rtinchisi oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Kimdadir maktab, kimdadir kollej, institut, litsey, universitet, institut, magistratura diplom bo'lishi mumkin. Mana shu diplom. Va 5-o'rinda sizdan so'raladigan dokument bu sog'ligingiz haqida, sog'lomligingiz haqida tibbiyot ko'rigining tibbiy xulosasi. Ruhan, aqlan, jismonan sog'lommisiz? Mana shu haqida hujjat. Ya'ni sizda boshqa yuqumli kasalliklar yo'qmi? Mana shu haqida sog'lomligingizni bildiruvchi dokument. 5 ta dokument kerak bo'ladi va dokumentingizni menga berasiz. Men ro'yxatga olib qo'yaman va $500 to'lov bor. Bu $500 bank shotga to'lov qilasiz va 2 oyda vizangiz chiqadi. Qolgan to'lovni viza chiqqandan keyin qilishingiz mumkin. Jami to'lov 14,5 million so'm bo'ladi. Xo'p, menga viza chiqmasa $500 pulimni qaytarasizmi deydigan akalarimiz, ukalarimiz bor. Ha, qaytariladi, faqat sizga viza chiqmadimi bizni aybimiz bilan 1 oy ichida qaytariladi pulingiz. $500 to'lagan bo'lsangiz $500 qaytariladi. Sizni aybingiz bilan viza отказ bo'ladigan bo'lsa, sizni $500 to'lovingiz qaytarilmaydi. Qanaqa holatda? $500 to'lov qildingiz, dokument yubordingiz, 2 oyda sizda ish beruvchi vizangizni yubordi. Vizangiz keldi deb aloqaga chiqamiz sizga. Siz aytishingiz mumkin, men boshqa ish topdim yoki bora olmaydigan bo'ldim, meni pulimni qaytarib bering desangiz, qaytarilmaydi. Sababi u pul sizga viza chiqish uchun sarflangan pulda. Dokumentingiz bilan pulni ish beruvchiga yuboramiz. Ish beruvchi siz uchun bitta ish o'rnini band qiladi, migratsionnistiga boradi, siz uchun viza oladi. Keyin qo'ng'iroq qilib vizasi chiqdi, nomzodni deydi. Biz sizga aytamiz, siz yo'q deydigan bo'lsangiz, u xarajat o'zi ketdi sizda vizangiz uchun. Biz vizani boshqa odamga sotib sizga mana bu viza sotilmaydigan narsa-da, siz uchun chiqdim bo'ldi, u boshqa odamga amal qilmaydi. Sotadigan konsert chiptasi emas albatta. Ustiga qo'yib yoki biroz arzonroq narxda sotish imkoni yo'q-da umuman. Chunki sizning nomingizdagi narsani xuddi sizning pasportingizni boshqa odamga sotib bo'lmaydi-ku. Vizada ham shunaqa. Xullas kuyasiz $500 ga. Agar siz bo'ldi, men viza chiqdimi, men bormayman desangiz, yo'q. Chunki u ish beruvchi ham sizni pulingizni qaytarib bermaydi. Chunki siz uchun shuncha harakat qilib viza olgan bo'ladi. Teskarisi u odam yana qaytadan o'sha ish o'rniga kimdir topish kerak, kimgadir yana migratsionistga borib viza chiqarish kerak. Ya'ni siz bormayman degan gapingiz bilan uni ishini orqaga surasiz. U bizga aytishi mumkinki, mana shu holat 2-3 marta qaytarilgandan keyin to'xta, sizlar taklif etgan nomzodlarga men viza chiqarib beraman, lekin ular kelmayapti. Meni ishim orqaga cho'zilib ketdi. Men sizlar bilan bundan keyin ishlamayman deyish ham mumkin yoki mana shu holat 3-4 marta davom etgandan keyin bizga jarima ham solishi mumkin. Shuning uchun ham oldindan sizga tushuntirib aytib qo'ydim. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol dokument topshirishingiz mumkin. Sizlar bilan Dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolar qaysi mamlakat va qaysi ish o'rni haqida qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizni fikringizni inobatga olgan holda video ma'lumot tayyorlaymiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.